Usta, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz zo'rmi? Charchabasdan, kayfiyatlar yaxshimi? Beshariq hamma zo'rmi? Usta, bir rahmat aytmoqchiman sizga. 15 yildan beri Rossiyaga boraman, kelaman. Bir biznes topolmay yurdim. Internetda, YouTube'da ko'rib sizlarni Rossiyada edim bilasizmi? 1000 dollar tashadimda bir oycha bo'ldi, olib keldim apparatlarni. Mana shunaqa blok apparat, deyman loy blok. Hozir pantonga taxlab Isuzuga tayyorlayapmiz, nasib bo'lsa chiqadi. Bu yerda traktor mana olamizda tekislab, keyin Isuzu keladi deb bergan qisqasi. Mani paddonlar. Paddonga taqladik. 35 ta, 40 ta, 400 ta, 500 ta ortamiz. Qarang bu yigitlarni ishlab yotdi, 3 ta yigit. Qarsillatib qo'yyapti ashi. Oylik 5 million, 6 million ziyodroq olyapti. O'ziga bog'liq. Mana bloklarni qarang, vaqti chiroyli chiqyapti. Odamlar kelib havas qilib tomosha qilib, bu yoz zakazda pulni berib ketyapti, isbot qila olmayapmiz. Shuning uchun ikkinchi apparatni sizga zakaz qiluvdimda, iloji boricha tezlashtiring. Bolalar kutib o'tiribdi ishlashga. Loy hamma narsa tayyor. Mana bloklarni qarang, vaqti konkret chiqyapti. Dashi o'zim bunaqa kutganim yo'q edi bu bloklarni shunday sifatli zo'r chiqishiga, klient ko'p bo'lishiga-da. Vaqti konkret. Bugun paddon ruhlarni olib keldim. Nasib bo'lsa hamma narsa tayyor, zakaz ko'p. Bir boshdan olib borib kuniga 200-300 tashab kelyapti. 700 ta, 800 ta, 1000 ta. Buni yoshroq bolalar. Mana qarang. Vaqti konkret. Ko'ryapsizmi? Shuncha nima? Blok quyib tashagan, bilmayman, 3 kunda qo'ydimi o'zi ham. Vaqti konkret. Endi gruppalarga ham bir katta bir zonaga tarqatib berganmiz. Har bittasi 3000 ta, 4000 tadan zakaz qiladi. Bilmayman kim qancha isbot qilamiz buni zakazni pulini olib qolyapmiz. Vaqti konkret lekin. Iloji boricha ishchilarga ham nima qilyapman? Условия yaratib beryapman. Vaqti konkret, rahmat. Ikkinchisini ham iltimos sizdan, ikkinchisi apparatni ham tezlashtiring. Shunaqa blok apparatimiz ham mana hozir bolalar kelish kerak 3 kundan keyin. Nasib bo'lsa ishga tushadi. Hammasi zo'r. Faqat ikkinchi apparat tezlashtiring. Bolalar kutib o'tiribdi. Ular ham haqqini oladi, pulini. Biznesi zo'r bo'lagan-ku. Bizda hamma narsa dehqonchilik, to'proq, traktor, dostavka. Samое главное nima zo'r chiqyapti. Blokni qarang. Вообще go'zal.